Yaxshi, olgan narsalarimiz 1 million bo'pti, xolos. Bo'ladi. Nima qilib hisoblab o'tirsan? Tashavvor bo'ldi. Nima qilganing bu? Nima mashinadan tashlab yubording? Ertaga menga jarima kelsa kim to'laydi? Sen to'laysanmi? Menga bersang bo'lardi, o'zim cho'nchagimga sovolardim. Mana hozir senga nima deb turibman? Jarima ham keldi endi 1 million so'm. Kim to'laydi buni? Men o'zing to'laysan endi qilgan ishingni. Yuqoridagi holatlar bo'yicha Toshkent shahri bo'yicha 2000 dan oshiq kameralar o'rnatilishi rejalashtirilgan. Bundan tashqari, hozirgi kunda ishlab turgan yo'l harakati qoidalarini buzganlik uchun tasvirga oladigan kameralarga ham integrallashtirish ishlari amalga oshirilmoqda. Demak, endilikda ular ham ekologik qonun buzish holatlarini tasvirga oladi hamda bizga yuboradi vazirligimizga. Shu orqali jarimaga tortilishga sabab bo'lishi mumkin. Ha bola. Nega muzoringni bu yoqqa tashlayapsan? Nima bo'pti? Hech kim ko'rgan yo'q. Maxsus joylar bor-ku, o'sha yoqqa tashlasangiz bo'lmaydimi? Vaqtim yo'q o'tga olib borishga. Bilasiz-ku, shtraf borligini. Qanaqa shtaraf? Hech qanaqa shtaraf yo'q. Belgilanmagan joylarga chiqindilarni tashlab ketish 1 minimaldan 5 minimalgacha bo'lgan. Ya'ni orada jarimalar tortishga sabab bo'ladi. Mayda chiqindilar bor-ku, tamaki mahsulotlarini qoldig'i tashlaganda jarimaga sabab bo'ladimi? Chiqindilarni tashlash miqdori belgilanmagan. Bu degani oddiy qog'ozlardan tortib to katta miqdordagi chiqindilar kiradi. Chiqindilarni tashlaganingizda javobgarlikka tortilasiz. Belgilanmagan joylarga chiqindilarni tashlab ketish va shaxsiy mashinangizda chiqindilarni ko'chaga uloqtirish endilikda sizga qimmatga tushadi. Shunday ekan, hurmatli fuqarolar, ham cho'ntagingizga, ham tabiatga aslo zarar keltirmang.